Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Monex. Bugun videoda remaster yangi beta versiyani ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Men boshladim. Standoff 2da orujalar va hashkalarga otsanglar joyidan siljimaydi va yangi beta testda esa ko'rishingiz mumkin, otsa siljiyapti. Bu esa K2 ga yanada yaqinlashtiradi. Standoff 2 tezligini ko'rishingiz mumkin 14-17 soniya. Endi remasterni ko'ramiz. 14-12 soniya. Standoff 2da banyaxo'b umuman yo'q va siz faqat yurishingiz mumkin. Sakrab esa tezligingiz pasayadi va mitga 21-18 soniyada kelasiz. Remasterda banyaxo'b orqali o'qdan qochishingiz mumkin. Bu ham foydaga ishlaydi. Standoff 2 banyaxo'b yo'qligi uchun sakrab yurishingiz juda qiyin. Remasterda esa o'sha hamma kutgan banyaxo'b ishlaydi va shuning uchun tezligingiz kamroq tushadi. Bu orqali chiroyli highlight qilishingiz mumkin. Standoff 2da chek qilishingiz juda qiyin va o'lib ketishingiz mumkin. Personaj почти 100% ko'rinib qoladi va chek qilib bo'lmaydi. Beta versiyada esa personaj uzunchoqligi va tezligi o'zgargani uchun chek qilishingiz mumkin va bu o'yinlarda katta foyda beradi. Standoff 2da spawndan B gacha naqd 27-14 soniya bo'lar ekan. Beta versiyada esa 26-23 soniya. Tezligini ancha oshirishgan. Bu beta versiya haqida qisqacha obzor edi. Siz ham Gold izlayotgan bo'lsangiz, Xon servisida olishingiz mumkin. Qayerda olamiz desalaring, kommentariyada qoldiraman, o'tib olishingiz mumkin. Hammalarga xayr, sizlar bilan Monex.